Assalamu alaykum. Kitap o'qish munbiri avlodlar to'rbetiga xush keldingiz. Men Nuriya Rahman. Bugun men Janvada. Talada havo xeyli sovuq, shunga uyda sizlarga bir asar o'qib beray dedim. Qo'limda dangliq yozg'uchi, obzorchi Yalqin Ro'zining "Men nemishqa obzor yozaman" nomli maqola obzorlar to'plami. Kitap o'qish munbirimizga diqqat berib kelayotgan qarindoshlar bilasizlar, munbirimizda Yalqin Ro'zining xeyli ko'p asarlari o'qildi. Balkim shuningga diqqat qildinglar, Yalqin Ro'zining obzorlarini ancha ko'p o'qib bermadim. Buningda xeyli ko'p sabablar bor, ammo bu yil sizlarga Yalqin Ro'zining obzorlaridan bir nechini tanlab o'qib berishni planladim. Bugun huzuringizga sunmoqchi bo'lganim Ana yurtdan ta'sirat Yalqin Ro'zi. Qo'limda tinch dondak ulug' asar Ana yurt turibdi. Tasavvurimda Don daryosi bilan Ili daryosi tang shavqillab oqmoqda. Kazak dehqonlari bilan Taranchi dehqonlari tang ot chaptirishmoqda. Muxtarbay bilan Aksiniya xubiyona ko'z qisishmoqda. Nuri bilan Grigoriy jang maydonlari ichidan haqqoniyat izlamoqda. Mikhail Sholoxov bilan Zordun Sabir mardonlarcha qo'l ilishmoqda. Mening bu tasavvurim yengiltak hayajonning kuchidan qanotlangan tasavvur emas. Balki Ana yurt romanini o'qish jarayonida ko'rilgan son sanoqsiz hayronliklar, cho'nqur o'ksinishlar, tugumas o'ylanishlar, unutilmas zo'qlanishlarning kuchidan urg'ugan haqiqiy qoyillikdan shakllangan tasavvur. Men 1985-yili Xinjiang universitetida o'qiyotgan chig'imda Xinjiang yoshlar o'smirlar nashriyoti yangidan nashr qilgan Tinch Don romanining birinchi tomidagi palampayning taqtaylari avvalgidekla g'ichirlab ketdi. Bu tonish ovozdan Grigoriyning yuragi jig'ildab ketdi. degan ikki qo'ri tasvirni o'qib, yozuvchining badiiy mahoratining naqadar inchik ekanligiga, shu qadar nozik hissiyotni bayqab ololganligiga hayron bo'lgan edi. Bu ikki qo'ri tasvir romanning bosh personaji Grigoriyning askarlikka ketib, urush o'tlari ichidan omon qilib, bir necha yil o'tgandan keyin uyiga qaytib kelib, yog'och qurilmaliq ko'tirmak kazak uyining eshigi oldida dadasi, onasi, ayoli bilan ko'rishgan chaqda tasvirlangan. Dal mushu chaqda yashangan ana o'g'liga qarab quchoq ochqinicha qiz boladek chabdaslik bilan palampaydan yugurib tushdi. Ana shu chaqda palampayning taqtaylari avvalgidek g'ichirlab ketdi. Uydan ayrilganiga ko'p yillar bo'lgan Grigoriyning yuragi bu tonish ovozdan jig'ildab ketdi. Bu naqadar nozik hissiyot, naqadar nozik tasvir, ha? Dunyoviy klassik roman Tinch Donning shuhrati bekordan chiqmagan ekan. Shu kundan boshlab bu ikki qo'r nozik tasvir qalbimga cho'nqur o'rnab ketgan. Ta hozirgacha ko'plagan hikoya romanlarni o'qigan bo'lsam-mu, mushu ikki qo'r tasvirni besib tushgidek nozik tasvirni uchirtib baxmadim. Bu ikki qo'r tasvir qalbimda tangdishi yo'q yagona ulgu bo'lib saqlanib kelmoqda edi. Palampayning taqtaylari avvalgidekla g'ichirlab ketdi degan tasvirdagi avvalgidekla degan so'zni elvatganda bu jumla xuddi yungdib etilgan xo'razdek yalang'och sidam tasvirga aylanib qoladi. Butkul tasvirga o'zgacha jalbkorlik beg'ishlab turgan so'z faqat dal joyiga tushgan avvalgidekla degan so'z edi. Yozuvchi Zordun Sabirmi Ana yurt
namlıq tarixi trilogiyasının 11-betida dal mushundaq kishi tenini hayajonga selib jug'uldi deb aytadigan bir nozuk tasvirni to'limu mohirlik bilan yozgan. Romanda Qosh daryosining bo'yidagi bir qarimi sahroda cho'ng bo'lgan bosh personaj Nuri G'ulji shahriga o'qishga ketadi. Anasi Rayhan tuyuqsiz o'lib ketadi. Albatta, romanda Rayhanning o'limi nihoyatda tabiiy ravishda yuz bergan bo'lib, o'quvchiga tasodifilik tuyg'usi bermaydi. Nurining dadasi Ziyavuddin ma'lum sabab bilan turmaga qamaladi. Natijada bir ko'ngillik oila vayron bo'lib, Nurining ukolari Dara, Bara, hamrolar ega chaqisiz bo'lib qoladi. Shaharda o'qiyotgan Nuri bu ishlar yuz berib bir necha oy o'tgandan keyin ukolalarini yo'qlab, tun nisbida uyiga keladi. Nuri oshxonaga kirdi. Kangda 3 enasi uxlab yotadi. Dara kichik enasini biri bulab ketadigandek chin quchoqlab olgan. Ularning ustida to'nush chit yotgan. Nuri avval Baraning apsiga tartgan chiroyli burnini asta chimtadi. Qarang, bu nima degan inchika, nima degan nozuk, nima degan yiqimliq tasvir. Bu tasvirdagi to'nush degan so'z bilan apsiga tartgan degan so'zni chiqarib etib o'qib baqsaq, xuddi Sholoxovning romanidagi yuqorqi tasvirdan avvalqidakla degan so'zni chiqarib etib o'qigan chaqdagidek qop-quruq ta'sirotga kelamiz. Mana bu yozuvchi Zordin Sabirning Ona yurt trilogiyasidagi nozuk til san'ati. Ana yurt romanının baş qismida odamning aqlini lol qiladigan bir qisqa tafsilot bor. Bu qisqa tafsilotda Qosh daryosi bo'yidagi bu qadimiy Taranchi yezisida o'ltirishliq dehqonlarning sodda, qo'pol mijozi, nodonlarga xos ong tushunchasi, oddiy turmush saviyasi nihoyat yaxshi aks ettirilgan. Bu tafsilotni nurlantirib etgani İmam, Muxtarbay, Mötvalli, Mira, Qazi qatarliq bir neçeylerinin tolumu xaslıqqa ega personaj tili bo'lib qolmasdan, balki eng muhimi mol ma'niga ham ajoyib xaslıqqa ega muni tasvir. Üstel o'rniga qizirib siliqlashgan non taxti qo'yildi. Nurining qo'liga hamma odam qarab turishdi. U xemishkisi qerindishini yo'ldab qo'yib, qog'ozning beshiga arza degan xatni yozdi. Ko'pchilik tanlab, "Poh, voy" deyishib ketdi. 4-5 qurla keladigan bu tasvir romanning bosh qismidagi nodir tafsilotni to'limu nurlantirib etgan. Undaqda bu qisqa tasvirning aqlni lol qilgudek sehri karomati zodi qayerda? Birinchi, "Poh, voy" deyishib ketdi degan so'zdagi yerlik puroqda. Taranchi shevisiga mansub bo'lgan bu emliq so'zdan kuchlik yerlik puroq chiqib turadi. O'qirmanning ko'z oldiga eli dehqonlarni keltiradigan bu emliq so'z kishiga nihoyat yiqimliq tuyg'u berdi. Bizda intayin yiqimliq tuyg'u paydo qilgan bu so'zni navoda boshqa tilga, masalan, xanzu qozoq tillariga tarjima qilib baqsaq, ehtimol tarjima qilish mumkinchiligi faqatla yo'q ekanligini bayqaymiz. Chunki sheva puruqi bor ba'zi so'zlarni boshqa tilga tarjima qilganda yerlik tusini ifodalagili bo'lmay qoladi. Natijada noiloj romandagi bir go'zal so'zning sehri kuchi yo'qolib ketishi mumkin.
Tabiiyki, bu romanning til go'zalligiga xili ig'ir ta'sir yetkazadi. Ikkinchi, arza degan ko'nicha so'zdagi go'zallikda. Bu so'zdagi go'zallik qayerda? Ma'lumki, ana yurt tarixiy trilogiya. Uningda 1930-1940 yillardagi Eli rayonida yuz bergan vaqa hodislarni markaz qilgan zo'r tarix yozilgan. U yillarda kishilar ana shunday ko'nicha so'zlarni ko'p ishlatdi. Navada yuqorqi so'z romanda arza deb yozilmay, arz deb yozilgan bo'lsa, kishiga hech qanday o'zgacha ta'sir berolmaydi. Tavşının qo'shilishi bilan bu so'z kishiga tarixiy tuyg'u ato qiladigan go'zal tusga kirgan. Bu yozuvchining tarixiy roman yoziqchiligida amal qilishga, inchikilashga tegishli muhim bir qoidani puxta egalligini isbotlab turibdi. Uchinchi, Ximichskiy degan Krim so'zdagi davr ustida. Ma'lumki, ana tilimizning so'zliklari ichida chet tillardan kirgan kirma so'zlar nihoyat ko'p. Bu til tadqiqotchilarimizga bak aniq. Ammo yozuvchi shoirlarimiz ichida kirma so'zlarni bir qadar yaxshi biladiganlar oz. Eng muhimi, bu xil kirma so'zlarni adabiy asarlarda angliq, unumlik qo'llanishni biladiganlar texmi oz. Zordun Sabir yuqorqi tasvirda Ximichskiy degan kirma so'zni nihoyat joyida qo'llangan. Rus tiliga mansub bo'lgan bu atalg'uning ana tilimizga kirgan chaqlari dal 20-asrning boshlariga to'g'ri keladi. Ya'ni Rossiya bilan bordi keldi savdo tijorat munosabatining qo'yiqlashishi, hisobot ishlarida jadidcha o'qitishni yo'lga qo'ygan yangi maktablarda qarindoshga bo'lgan ehtiyojning tug'ilishi sababidan Rossiyadan ximiyalik usulda yasalgan qarindosh kirgizilgan. Bu xil qarindoshni kishilar Ximichskiy qarindosh deb atashgan. Demak, yozuvchi Zordun Sabir 1930-yillarning davr tusini ifodalash uchun bu atalg'uni mohirlik bilan qo'llangan. Davr tusiga ega so'z atalg'ularni ishiltish tarixiy roman ijodiyatida amal qilishga tegishli muhim bir prinsip. To'rtinchi, ko'pchilikning tanla, pah, huy deyishib ketishidagi sirda. Bu qisqa tafsilotda madrasa ma'arifi bilan jadidcha ma'arifning, ya'ni ko'ni maktablar bilan yangi maktablarning muhim bir farqi ifodalangan. Masalan, imom Muxtarboy qatorliq bir to'p jamoat maslahatlashib hukumatga arz sunmoqchi bo'ladi. Ammo arzni yozadigan savodliq odam topolmaydi. Kim yozadi deyishib imomni yozishga undaydi. Imom ma'yuslangan holda "Men o'qiy olmayman, lekin yozolmayman" deydi. İmamның bu javobida madrasa ma'arifining ajinlik ojizligi ifodalangan. Madrasa ma'arifida necha yillab tarbiyalansa-mu, o'qishni bilib, yozishni o'rganolmaydigan ahvol bor edi. Nihoyat osondagi taliblarla yozishni o'rganalaydi. Buning uchun xeyli ko'p yil o'qishga to'g'ri keladi. Ammo jadidchi maktablarda necha oy ichida o'quvchilarning o'qish va yozish savodi chiqib ketadi. Imom ko'ni maktabning mahsuli bo'lg'achqa, "Men o'qiy olmayman, lekin yozolmayman" deb ma'yuslanib javob berishga majbur bo'lgan. Mashundaq ahvolda ular o'z yezisidan shaharga berib o'qiyotgan 14-15 yoshlardagi Nurini arz yezib berishga taklif qiladi. Biroq ular uning yoza olmaydiganligiga bir ishinib, bir ishonmaydi. Qog'oz bilan qarindoshga qimmatli buyumga muomala qilgandek muomala qilishib, qog'ozni kirlashtirib etmayli, qarindoshni sundirib qo'ymayli, qazoran deyishib ketadi.
üstel o'rniga qizirib siliqlashgan non taxta qo'yishidi. Hammasi taqqasoliq bilan Nurining qo'liga qarab turishidi. Nuri ximichskiy qarindoshni ho'ldab qo'yib, qog'ozning beshiga arza degan xatni yezishi bilan tangla hammaylan hayron bo'lishib, "Poy" deyishib ketdi. Demak, "Pak voy" degan so'zga ma'rif tariximizga munosabatlik ana shundoq muhim sir yoshiringan. Yozuvchi bu sirni tafsiliy tushuntirmagan. Ammo ma'arif tarixidan xabari bor. Kod maktablar bilan jadidchi maktablarning nozik farqini biladigan kishilar bu sirni osonla bilib yetadi. Umuman yozuvchi Zordin Sabir atrofliq izlangan ham inchga o'rgangan bo'lg'ashqa nechqur tasvirga ana shundoq ko'p omillarni mujassam qila olgan. Mening bu 4-5 qurliq tasvirni romanning bosh qismidagi nodir tafsilotni nurlantirib etgan deb muayyanlashtirishimdagi sabab mushu yerda. Bir asarning epos xarakterlik bo'lishini mana shundoq mo'l ma'niga ega til omillarimi belgilaydi. Romanning bosh qismidagi yuqorqi tasvirni o'z ichiga olgan nodir tafsilot o'qirmanni asarning ichiga nihoyatda tabiiy ravishda elib kirib ketadi. Chunki uningdagi qiziqarli dialog, ma'nodor til, o'zgacha tarixiy tus, kuchli yerlik puroq, ro'shan milliy psixika o'qirmanni birdamdala ayni davrning muhiti ichiga olib qo'ydi. O'qirman buningdan 70 yillar ilgariki tarixiy muhitga, Qosh daryosi bo'yidagi qadimki taranchi yessiga berib qolganini to'ymagandek, romanning ichiga kirib ketganini to'ymay qoladi. Bu yerda rol o'ynayotgan muhim omil yozuvchining tilni qo'llanish va ifodalash jihatdagi pishqon mahoratidir. Yozuvchi Zordin Sabir bu romanda haqiqatanmi o'zining kamolatga yetgan til san'atini namoyon qilgan. Mayli personaj tili bo'lsin, mayli tasvir yoki o'xshatishlar bo'lsin, o'qirmanni cheksiz mahliyo qiladi. Bo'libmi birinchi tom bu jihatda bak muvaffaqiyatli chiqqan. Muxtarbay Ziyak va uning xotini Rayhonning obrazi, shundaqla G'ani Botirning obrazi kishida unutilg'usiz ta'sirot qoldirdi. Bu ta'sirot ularning xarakteridagi o'zgachilik va chilliqdan boshqa tilidagi xoslikda qaror topadi. Emgakchan taranchi kelini Rayhongulning o'z bolalarini erkiltib aytgan "Ziyak baxshining kuchiklari bo'linglar, cheyinglarni ichinglar, etizga berib, barangda qaqsalimiz, chilgi yeysizlar" deb aytgan so'zlarini o'qib, shundoq maslikim keldiki, yozuvchining qalamiga barakallah deb aytdim. Rayhongulning bu til tasvirda uning bolalarini erkiletishimi, ish emgakka odatlantirish jihatdagi chevarligimi, eng muhimi erini ish ichidan so'yadigan o'tdak qalbimi ifodalangan. Romanda yana tuz mijozlik Ziyovuddin navra aksi Muxtarbayni ayoli Rayhonga "Oti yo'lliq aka u" degan deb ta'riflaganda, Rayhongul "Voyay" deb so'z qatadi. Bu chaqda yozuvchi Rayhongul boyning qilmishlari, yozicha panjaradan ketmaganligi, isilg'onligi, yelinganligi va yomon niyatda bo'lganliklarini shu "voyay" bilan ifodalaydi. Lekin Ziyovuddin bu ayollarning tilining bunchalik jiq ma'nosi borligini nadan bilsin deb izohlaydi. Mushularni o'qib texmi so'yinib ketdim. Biz adabiyot til san'ati degan nazariyani suv ichgandek ichib olgan bo'lsakmi,
Yazğıcı bu romanda yuqorqidek güzel til va tasvirlar orqali bu nazariyani bakmu yorqin paktlaştırgan edi. Ana yurt trilogiyasi go'yo Tinch Don romaniga o'xshash badiiy jihatda nihoyatda muvaffaqiyatli chiqqan. Bu trilogiya ajoyib haybatlik, epos xarakterlik asardir. Yozuvchining qalami bepoyon kenglikka so'zilib, haybatlik tarixiy voqealiklar bilan odamlarning taqdirini o'zaro yo'g'irib o'tgan. Romanda personajlar ko'p, xarakterlar ro'shan, o'xshashmagan salohiyatdagi personajlar o'xshashmagan til uslubida so'zlaydi. Ayol bosh qahramonlarning ma'naviyati mo'l, xarakteri murakkab yoritilgan. Yozuvchining mo'l turmush jug'lanmasi asardagi ko'rinishlarning nihoyat rangdor bo'lishini ta'minlagan. Eli dehqonlarning turmush odatlari haqidagi tafsiliy tasvirlar va yerlik shiva romanni texmo qo'yuq ili puruqiga ega qilgan. Asardagi psixikalik tasvir, portret tasviri, muhit tasviri qatorliqlarning hammasida eng yuqori badiiy mahorat ifodalanib turadi. Avtorning hikoya bayon qilishdagi puxtaligi va inchikiligi kishini so'qlantiradi. Roman voqealigining har bir muhim halqasi, personajning har bir muhim harakati to'liq topshirilgan. Romanning go'zal bayon shakli, personajlarning xaslashgan tili, ularning o'ziga xos ro'shan mijoz xarakteri, qiziqarliq voqea va tafsilotlar, chunqur falsafaviy muhokamalar, inchki tasvirlar o'qirmanlarni ajoyib, g'aroyib bir bepoyon badiiy olamga to'ydirmay elib kirib ketadi. O'qirmanlar ashu bepoyon badiiy olam ichida sodda, samimiy, ammo qo'pol dehqonlarni, botur, shir yurak azimatlarni, qo'rqinchoq, sotqin jonbaqtilarni, dona yo'lboshchilarni, makkor siyosiyonlarni ko'rdi. Romantik muhabbat hikoyalari, dahshatli urush qissalarini, erkinlik istaklarini, zo'ravonlik safsatlarini, hayot haqiqatlarini, xalq inqiloblarini, fidokorlikqa o'qilgan madiyalarni, ikki yuzlamachilikka qartilgan nashtardek tanqidlarni o'qiydi. O'qirmanlar uchun aytganda, o'zining milliy tarixidagi shonliq inqilob haqida yozilgan bir parcha nodir romanni o'qish cho'nqur ahamiyatga ega bo'lish bilan birga, yuqorqidek ajoyib, g'aroyib badiiy olam ichida unutilg'usiz ta'sirotlarga muyassar bo'lish, ham rangarang personajlar bilan sirdishish, to'nishish, ba'zilariga havas va muhabbat, ba'zilariga g'azab va nafrat, yana ba'zilariga hasrat, echinish bilan muomala qilish fursatiga erishish kam uchraydigan omad. Qisqasi, Ana yurt romani epos xarakterlik nodir tarixiy roman. Bu asarning muvaffaqiyatini nashriyat tarafidan yozilgan kirish so'zda aytilgandek ajoyib, yorqin, tarixiy badiiy chilliq tuyg'usi, murakkab his tuyg'ularga boy inchika tasvirlari, yiqimliq badiiy uslubi, ravon, ma'nilik til san'ati bilan bir butun davrning tarixiy obrazini muvaffaqiyatli sizib berganligidir. Bu shahona romandagi yuzlagan personajlar ichida Muxtarboyning xarakteridagi jalbkorlik odamni bak maftun qiladi.
Оны Uyg'ur romanchiligida barliqqa kelgan putmas, tugumas tadqiqot qimmatiga ega bir haqiqiy tip deb aytishga bo'ladi. Yazgıcı Muxtar Bayni hem güzelleştirip ko'rsatadi, hem hajviylashtirib tasvirlaydi. Muxtar Bay obrazı madhiya bilan pash qilish birlashtirilgan obraz. Lükçek mijaz, hükümranlık istiki kuchlik, xarakteri ochiq yo'ruq, yurish turishi mardona, g'alit qiliqlari ko'p, gap so'zlari qiziqarli, og'zi ittik, tarsa, hem o'zgarishchan, ko'ngli tuz, hem sodda, yengiltak, hem po'chi, ichtar, hem mard. Bir umr bema'na havasning kayniga kirib yashab odatlangan. Ammo cho'ng ishlarg'imi o'zini atashqa tayyor turadigan Muxtar Bayning murakkab xarakteri odamda unutilmas ta'sirat qoldirdi. Uning adab axloqqa muxolif so'z harakatlari, bema'na orzu havaslari, tompaylarcha qiliqlari o'qirmanning tanqid tuyg'usini qo'zg'asa, umumning ishi uchun hech nimasini ayamaydigan, mardlikni a'lo biladigan, hech kimdan qo'rqmaydigan fazilati o'qirmanni cho'nqur suyuntiradi. Romanni o'qib etib, Muxtar Bayning Ming begining xotiniga po'xorlik qilib, jinidan ayrilg'ali tas qolganda, navri inisi Ziyovuddinga "Tövbe qildim, ukam. Endi xotin haqning keynidan chopmayman" deb yig'lamsirashlari va birdinla 5 vaqt namozni boshlab olib, imomning yenidila yukinib o'ltirdigan bo'lib olganligi, qoncha uzun o'tkini tamg'i tepib, kuchab kiyayotgan holati mashhur boy Rahimjon Sabir hojining shahardagi hovlisida turib, tunugundan beri hech nima yemay, to'ngshirilgandek shippada bo'lib ketgan itiga qarab, "Muni boyning qo'rosida ot yugidek bir nima yo'q. Hamma yer sirlangan yog'och. Pah, bundoqmi uy bo'ladi ekan? Hech bo'lmasa bir bog' qo'noq shexi tepilisi-chu" deb o'ylashlari. Qoq saharda qo'pib xotiniga "Taratga vaqtida suv bermiding" deb varqirgan peti o'ylig'i chiqib elib, hujralarida uxlayotgan o'ylangan ikki o'g'lining ishigini tepib, tillab uyg'otishlari. O'g'loqni Abdumarga tortqizib qo'yg'iniga kechicha uyqusi kelmay terkib chiqishlari. Ma'zin azonni vaqtida to'g'limidi deb bezab tillashlari. Ziyovuddinga bugungi o'g'loq tortishda qandoq qilish lozimligi haqida o'rinlashtirgan buyruqlari. Heviz boyning 3 navrisining xatni to'yiga mahalla erlarini boshlab otliq mangan chaqdagi qiyofati. Muz davandan partizanlarga yo'l boshlab o'tish jarayonida partizanlar tarafidan etib o'ldirilgan. Ko'kish matodin harbiychi kiyim kiygan bir askarning toshliqda qonga milinib yotgan o'likini puti bilan o'rib qarab, "Voy o'limtik, satligini bu nejisning. Mushu qo'tir it bilan so'qishimiz deb tog' davollardan otlab bu yerga kelganimizni" deb aytgan so'zlari ko'z oldimda ajoyib go'zal kartini bo'lib gavdalandi. Bo'libmi Aqsuda Abdukerim Abbasov bilan urushib qolganda "G'uljug'imni chiqarsan, Ahmadjon G'ani Boturlarga deb no'xlangni olg'izmisam" degan achchiq popozisi bilan "Nima deydi mono qashqaliq" deb varqirashlari quloq tubimda jaranglab turdi. Mana mushu kartinalarda Muxtar Bayning xarakteri xasligi chaqnab turadi. Muxtar Baydek mo'l xasliqqa, o'zgacha mijoz xarakterga ega personaj bir butun Uyg'ur prozchiligida oz uchraydi. Yerim asrdan ortiq vaqtdan buyon tillarda doston bo'lib kelayotgan,
Rivoyat tusiga boy mashhur qahramon G'ani Baturning o'zgacha obrazimi romanda alohida tafsilotlar orqali nihoyatda jonliq yoritilgan. Masalan, G'ani Batur Nurayni boshlab Qama ismli qozoq do'stining uyiga kirgan chog'dagi dialog bizni texmi hayron qoldirdi. Pah, elimi suvda yuradigan Qama degan hayvon bo'lganing, bursiq bo'lgan bo'lsang, uying qanchalik sesiq bo'lar edi desiding. Pitlaring yo'q, ko'rpa tikmatlaringmi bordir ha qozoq, deb chaqchaq qildi. Pit bo'lmasa, o'ris bo'lib qolmaymanmi G'anika? O'ris bo'lib qolsam, sana kun yo'q qo'y. Mayli, pitlavagin. Pitlaring ushsun, o'ris bo'lma. Shingdubanning aqli o'risdan keladi. U yoqda biz haqni qirib tugatdi. Qolganini endi Shingdubanning qo'li bilan yo'qotmoqchi. Mana buni Uyg'ur adabiyot tarixidagi mashhur dialog deb aytish kerak. Buningda eli Uyg'urlarga xos yumorliq xususiyat, yerlik aloylikdan sirt, qarindoshlarcha milliy do'stlik va bir xalqparvar sodda qahramonning ingi ifodalangan. Shundaqla G'ani Baturning o'zgacha mijoz xarakteri ifodalangan. Romanda yana Nizarxon xo'jam, Hekimxon To'ram, mutaoli xalqtimlarning obrazlarimi yaxshi yoritilgan. Uch viloyat inqilobiy mazgildagi milliy rahbarlarning, har xil tarixiy shaxslarning ichki muddasi, dunyo qarashi, xarakteridagi kuchli ham ojiz taraflar nihoyatda yaxshi yoritilgan. İctimai, tarixiy masalalarga munosabatli mulohiza bayonlar romanni mazmun jihatda kenglik, tarixiy jihatda chunqurlik va ijtimoiy jihatda zo'r ahamiyatga ega qilgan. Mana shundoq zo'r utuq romanni milliy epos tusiga ega qilgan. Bu yerda shu narsani alohida tilga elib o'tkim kelyapti. Roman nashr qilinib, bozorga selinib, biror hafta o'tmayla, mundaqcha aytganda, birinchi tomning yerimini o'qimayla, tonish bilishlar o'zaro salomlashsaq, "Ona yurtni o'qidingmi?" deb so'rashadigan. O'qimagan bo'lsa, o'qinglar, jiddiy o'qish kerak deb o'qishga tavsiya qilishadigan. Ba'zida ta'sirotlarimizni og'zimizga tegmay so'zlashib ketadigan bo'lishib qoldik. Bu roman haqiqatan bizni so'zlaydigan qilib qo'ygan edi. Bayqishimcha, menga Ili vodisida tug'ilib o'sgan do'stlarimning ta'sirotlari bakrak chunqur, hayajonlanib so'zlashlari texmi o'zgacha to'yilgan edi. Men buni romanning Ili turmushini arqa ko'rinish qilganligidan, nurg'un vaqa, hodisa, yer-joy ismlari va tarixiy shaxslarning ularga bakrak tonish bo'lganligidan, bo'libmi uch viloyat inqilobiga aloqador bilishi boshqa yurtning kishilariga nisbatan ko'proq bo'lganligidan adab tushundim. Shu an esimga barliq Uyg'ur o'qirmanlarni Ona yurt romanidan to'liq yetarlik lazzatga ega qilish uchun cho'qim Ona yurt lug'ati ishlash kerakkan degan fikr keldi. Bu mundaqla hayajon bilan deyilgan gap emas. Bilishimiz kerakki, Ona yurt nomli bu tarixiy trilogiyaning yozilishi 20-asr milliy adabiyotimizdagi bir mo'jiza xarakterlik utuq. Bu roman Zordun Sabirning 20-asr adabiyot tariximizdagi o'rnini yuksaklikka ega qilgan katta roman. Uyg'ur avlodlari uchun ochiq aytganda Zordun Sabir operada qilgan Ona yurt maktabi o'qimay bo'lmaydigan bir majburiyat ma'arifi hisoblanadi.
2-3 aydan beri Uyg'urlarni so'zlaydigan qilib qo'ygan bu roman bir epos xarakterlik asar. Uningda erkinlik uchun qon kashgan bir millatning milliy orzusi, tarixiy urinishlari, tarixiy kulfatlari, tarixiy jarohatlari, tarixiy hasrat, nadomatlari, shundaqla beshiga kelgan tarixiy falokatlari va tarixiy baxtsizliklari nihoyat keng ham cho'nqur aks ettirib berilgan. Uningda xuddi Tinchton romanidagi Kazak millatining beshiga kelgan azobliq milliy krizisga o'xshashla, hatto uningdan ortiq milliy krizis ifodalangan. Mushu nuqtadan aytganda bu tarixiy teologiya maxsus mulohiza yurgizishga, tadqiqot ilib berishga tegishli adabiyot hodisasi hisoblanadi. U bir tarixiy roman bo'lish sifati bilan uningda haqiqiy voqealar, chin odamlar yozilish bilan billa to'qilma tafsilotlarmi, to'qilma personajlarmi yozilgan. Qaysi voqealar haqiqiy, qaysi voqealar to'qilgan, kimlar tarixiy personajlar, kimlar to'qilma personaj ekanligini aniq bilish bu romanning ijtimoiy ahamiyatini oshirib, tarbiyaviy unumini kuchaytirib, shundaqla kishilarning tarix bilimini ko'paytirishning muhim bir yo'li. Hayajonlanib o'qib ketdim, chunki o'qiyotgan vaqtimda romanning voqealiklari esimga kelib davomlashtiray. Nima ekan? Chunki o'qirmanlar psixikasini chiqish qilib aytganda, ular o'z millatining tarixiga munosabatli tarixiy romanlarni o'qiganda, tabiiy holda to'qilma voqealar bilan haqiqiy voqealarni, tarixiy personajlar bilan to'qilma personajlarni bilish orzusida bo'ladi. Bo'libmi bir qism tarixiy shaxslarning keyingi hayotini bilishni bakrak orzu qiladi. Navoda Ani yurt lug'ati muvaffaqiyatli tuzilib qolsa, o'qirmanlarning bu jihatdagi istikini ma'lum darajada qanoatlantirib, romandan bahra elishni texmo kuchaytirdi. Ani yurt romani nihoyat yuqori mahorat bilan yozilgan tarixiy trilogiya. Bu roman chilliq tuyg'usining kuchlikligi, tarixiy mazmun bilan badiiy to'qilmaning biriktirilishi, personajlar xarakterining ro'shanligi, asosiy sujet bilan yondosh sujetlarning moslashtirilishi, personajlar tilining xosligi, tasvirning go'zalligi, bayon tilining yaqinligi, kinoyatisining qo'yuqligi, hissiyotning mo'lligi, qurilmasining mukammalligi qatorliq jihatlarda ulgi xarakterlik roman hisoblanadi. Bu romanning hajmi xeyli cho'ng. Avtor bu asarni boblarga ayirmagan, ayrim mavzuni qo'ymagan. Voy o'g'ri deb boshlagan peti go'yo to'kilgan qonlar fojiani maqsad qilgandek, aziz qurbonlar teraklarni yonlariga chillavatgandek, hamma odamning bu dunyo bilan xo'shlashqisi kelgan edi. Lekin quyuq o'rmonlar kaynidan kun chiqishdan asta bosh ko'tarayotgan quyosh insonlarni hayot, yashashga, baxtga chillamoqda edi deb oxirlashtirgan. Demak, yozuvchi bu romanni suvari yozib chiqqan. Uning shakli suvari yozilgani bilan mazmuni yurakni larziga soladigan darajada to'lqinliq. O'qigan kishini goh suyuntiradigan, goh kuldirib tiliqtiradigan, goh cho'nqur tarqizib o'kintiradigan, goh bo'qildatib yig'latib etadigan darajada ta'sirli yozib chiqilgan.
Ana yurt romani bizni bir asrdan yana bir asrga, bir eradan yana bir eraga elib kirgan xosiyatli roman. Mundaqcha aytganda, dal mushundaq paytda nashr qilinib, bozorga selingan Ana yurt romani shuning uchun xosiyatliki, biz ana yurtdan iborat yo'l xetini ko'targanimizcha yangi asrning bo'sug'isidan atladik. Bu bir xosiyatlik ma'niga to'lgan simbol. Men Zordun Sabir Efendining bu ulug' romanini barliq Uyg'ur o'qirmanlarining zir-zivirlarigacha tushunib, hazm qilib o'qishiga yordami tegishini ko'zda tutib, bu yil ichida maxsus Ona yurt lug'ati nomli kitob ishlab chiqishni niyat qildim. Hozircha kitobxonlik ko'nglim sifatida bu ta'sirat maqolamni yozib chiqdim. 2001-yili 2-oyda yozildi. Tamam. Men Yalqin Rozning Ana yurt lug'atini tuzgan bo'lsa, uni puturib e'lon qilganligini bilmayman. Herhalde bir surishtirib baqay deb o'yladim. Ammo Ana yurt romanini haqiqatan har bir Uyg'ur cho'qim bir o'qish kerak yoki anglash kerak deb o'ylayman. Bek katta roman. Ma'qul amsa, hurmatli qarindoshlar, bugungi kitob o'qishimiz mishagicha bo'lsin. Kelar qitimliq programmamizda ko'rishaylik. Aman bo'laylik. Xayr xo'sh.